Bitta ushlab ko'ray aka shuni. Yo'q, bizda ijoza yo'q, mumkin emas. Afg'onistonga O'zbekiston tomonidan, ya'ni prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tomonidan qurib berilayotgan Imom al-Buxoriy madrasasidamiz. Ushbu bino 2 yildan buyon qurilayotgan ekan va aynan shu yili 2026-yil avgust oyida ochilar ekan. Ochilish marosimida shaxsan prezidentimiz o'zlari qatnashar ekanlar. Hamma xom ashyolari, hattoki ustalari ham O'zbekistondan kelib ishlashayotgan ekan. Faqatgina bitta g'ishtni, Afg'oniston g'ishtini ishlatishgan ekan. Qolgan hamma xom ashyo O'zbekistondan keltirilgan. Ko'rishinglar mumkin, loyiha juda ham katta va hattoki ana shu yuk tashuvchi mashinalar ham O'zbekistondan kelyapti. Ko'ryapsizlarmi? Ana endi tasavvur qiling, bu joyda necha minglab ahli ilmlar ta'lim olishadi. O'zbekiston va Afg'oniston ulamolari birlashib bu joyda dars berishar ekan. Tasavvur qilyapsizmi? Bu joy yillar davomida islom dinimiz yanada yaxshiroq rivojlanishi uchun xizmat qiladi. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, hoziroq bitta laykni bosib, o'rtoqlaringizga jo'natib qo'ying. Prezidentimiz Afg'onistonda shunaqa joyi qilayotganlarni ular ham xabardor bo'lishsin.